Hozir mana shu videoni davomida qo'yaman, shu videoni ko'ring va izoh qilishimiz kerak bu narsani. Aka-ukalar, shu videomiz kim ko'rib turgan bo'lsa, mana butun O'zbekistonning doktorlarni hammasiga podelitsiya qilib tashab qo'yinglar. Doktorlarni hammasiga tashab qo'yaveringlar shu videoni. Bitta like bossalang, ko'proq odam ko'rishga sababchi bo'lib qolasizlar. Aka-ukalar, Allohning mo'jizasini qaranglar. Bitta mol so'yilganda ikkita bolasi chiqibdi. Shu molni shu ko'rgan doktor qistirga chiqarganda keyin ovorib so'yilgan, akalar. Doktor akalar ko'rayotganda sal molni yaxshiroq ichini titkalab bilinglar, qisir bo'g'ozligini aniq bilinglar. Bu videoni sizlar doktor akalar podelitsiya qilib qo'yinglar. Mollarni ko'rsatayotgan dehqon aka-ukalarimiz ehtiyot bo'linglar mana. So'ydirayotganda ham bilib turib keyin so'ydiringlar qisir bo'g'ozligini. Bu holatda hozir haqiqatan hayvon egasini jahli chiqadi, lekin bu bilan hamma doktorlarni aybdor qilib ham bo'lmaydi. Bu akamiz aytayotganda. Birinchi qarash kerak. O'zi necha oylikda ko'rdi-yu, adashdi. Bunaqa katta homila payti adashmagan tabiiyki. Ikkinchidan, hozir doktorlarda deyilsa ayb. Doktorlarni emas, balkim u doktorlarga qo'liga diplomda tuz qaziyotgan, mana sen doktor bo'lding deb 4 yil ularni olib yurib, oxirida qo'liga diplom berayotgan oliygohlarni tanqid qila bilish kerak, agar doktorlarni tanqid qila oladigan odam. Chunki agar yaroqsiz doktor bo'lganda qo'liga diplom bermasligi kerak edi. Mana men o'zim to'g'ri quloqim bilan eshitgan nimam, o'qish davomida sen shu yerda kontrakt to'lab o'qib yursanmiz, biz sendan diplom qarzdormiz degan domlalar bo'lgan. Nima degani bu? Ya'ni o'qisa diplom berilaveradimi? Agar doktor bo'lmasa nega diplom beriladi unga? Undan keyingi yana bir sabab, hozir 100% natija kutadigan bo'lsangiz, agar hayvon egasi bo'lib menga anig'ini aytsin degan. Sifat nega past? Ya'ni sifat nega past desangiz, chunki O'zbekiston sharoitida doktorlarda mana kitobida yozilgandaqa pulini agar borgan joyidan pul so'rasa, aksariyat odam u pullarni to'la olmaydi. Demak, aslida hayvon egasi to'lashi kerak bo'lgan pul hozir doktorlar olayotgan pullardan ancha ko'p, ancha farq qiladi. Ya'ni sifat tushishiga ham sabab shu. Aytganini berib, ya'ni siz aytgan natijani so'rab olsangiz, u mantiqan to'g'ri bo'ladi. Bu ham bir sabab sifat tushishiga. Keyin bitta ikkita bir nodir holatlarda bo'lgan holat sabab hamma doktorlarni betiga loy chaplash, bu insofdan emas kamida.